Bugun kvant o'quv markazida bo'lib o'tgan 30 talik testni, ximiyadan bo'lib o'tgan testni tahlil qilamiz. Birinchi savol. Qaysi qatorda elementlarning atomlarning radiusi ortib borish tartibida joylashgan deyapti. Atom radius davriy sistema bo'ylab ftordan litiyga tomon ortadi va litiydan fransiyga tomon ham yana ortib boradi. Ya'ni elektromanfiylikka teskari. Oltin gugurt, alyumin, magniy, fosfor, kremniy va natriy berilgan. Oltin gugurtdan boshlaymiz biz. Oltin gugurt bor ekan. Undan keyin fosfor, kremniy, alyuminiy, magniy, natriy. Demak, 1-4 deb boshlansa, demak A javobga to'g'ri keladi. Davriy xossalarni yodlab oling. Shunaqa xossalar bor. Atom radius, elektromanfiylik, metallik, oksidovchilik, qaytaruvchilik, kesatalilik degan xossalar bor. Shuni davriy sistemadan yodlab olishingiz kerak. Imtihonga kirishdan oldin bir qator takrorlab qo'yinglar buni. Ikkinchi savol. Quyidagi qatorda elektromanfiylik qanday o'zgaradi? Ftor, brom, yod, brom, xlor, ftorgacha ortyapti. Kislorod, azot, uglerod, bor bo'lib kamayyapti. Demak, avval ortadi, so'ngra kamayadi degan S javobni olamiz. To'g'ri bo'lsa pishga qo'yib ketasiz. Uchinchi savol. Berilgan tartibda elementlarning ion radiusi qanday o'zgaradi? Ion radius, demak bizga ionlar berilyapti. Birinchisi brom +3 o'tyapti, brom -1. Undan keyin o'tyapti brom +5 va undan keyin o'tyapti brom +7. Ion radius elektronlar soniga bog'liq bo'ladi bitta elementda. Ya'ni mana bu bromni o'zi tartib raqami 35-o'rinda tursa, elektronlar sonidan 3 ta elektron chiqib ketibdi. Ya'ni +3 degani 3 ta chiqib ketibdi degani 35 dan 3 ta ayirsak 32 ta elektron qoladi. Mana bunda esa 35-tartib raqamda turadigan brom bitta elektron olsa 36 ta bo'lib qoladi. Mana bu holatda 35-da turadigan element 5 ta elektron bersa 30 ta qoladi elektron. Bu holatda esa 7 ta elektron berib yuborsa 35 dan 7 ni ayirsak 28 ta qoladi. Qaysi ionda elektron ko'paysa, elektroni ko'proq bo'lsa, shuni atom radiusi, ion radiusi kattaroq bo'ladi. Ion radius deyiladi, atom radiusi deyilmaydi, ion radiusi kattaroq bo'ladi. Masalan, 32 ta elektronning ion radiusi kattami, 36 taniki kattami desa, albatta 36 taniki katta. Demak, birinchi holatda ortadi, 36 dan 30 ga kamayadi, 30 dan 28 ga yana kamayadi degan javobni olsak bo'laveradi. Ortadi, kamayadi. A, B, B javobda berilgan ekan. Demak, 3-savolga B javob bo'ldi. 4-si. Vodorod bromiddagi bog' uzunligi 0.135 nanometr, brom molekulasi esa 0.17 nanometr. Ushbu ma'lumotlardan foydalanib, vodorod molekulasini bog' uzunligini aniqlang. Bunga oid savolda avval ko'rganmiz. Vodorod bilan brom umumiy masofa 0.135 nanometr ekan. 0.135 nanometr. Buni 1000 ga ko'paytirib olsak ham bo'ladi. 1000 ga ko'paytirsak 135 nanometrni tashkil qiladi. Va bizda brom molekulasi berilyapti. Brom molekulasi brom 2 bilan yozilganligi uchun brom molekulasini bog' orasidagi masofani mana shunday holatda chizib olaman. Buni orasidagi masofa 170 nanometr ekan. Ya'ni 0.17 ni 170 deb olyapman. Ikkala brom teng bo'lgani uchun, bir xil atom bo'lgani uchun teng yarmi bitta brom atomining radiusini beradi. 170 ni 2 bo'lsak 85 nanometr, bu ham 85 nanometr tashkil etadi. Demak, 85 ta ayirsak, bitta vodorod atominiki kelib chiqadi. 50. Demak, 50 nanometrni tashkil etar ekan. Endi bizda vodorod molekulasini bog' uzunligini so'rayapti. Xo'p, banetgacha 50 bo'lsa, bu yog'i ham 50 bo'lsa, общий nanometr 100 nanometr tashkil etadi. 100 nanometrda endi 1000 ga bo'lib olamiz. 1000 ga ko'paytirib olgandik, hisoblash oson bo'lish uchun bu degani 0.1 nanometr vodorod molekulasining bog' uzunligi. 5-savolga o'tamiz. Alyuminiy xlorid eritmasida 600 ta ion mavjud bo'lsa, eritmadagi disosiyalanmagan alyuminiy xlorid molekulalari sonini toping. Disosiyalanish darajasi 75% deyapti.
Alyuminiy xloridni disossalaymiz. Bunda bitta alyuminiy kationi va 3 ta xlor anioni hosil bo'ladi. Zaryadlarni yozmayapman. 1 mol disossalansa, jami ionlar 4 ta ion hosil bo'ladi. Ya'ni bitta alyumin, 3 ta xlor ioni. Masalan, shartida esa 600 ta ion hosil bo'ldi deyapti. 600 ta ion hosil bo'lish uchun necha mol disossalanishi kerak? 150. Demak, 150 mol disossalangan ekan. Bizda umumiy molekular soni, umumiy disossalangan 100%, yo'q. Umumiy hamma molekularni 100 deymiz. Disossalash darajasi masalan shartida 75% debdi. Demak, disossalanmagani 25% ga teng bo'ladi. 100 dan 75 ayirib 25 yozdim. Bizda disossalash darajasi 75% degani uchun bunga 150 mol yozamiz. Agar umumiysini so'rasa 100%imiz qancha? Disossalanmaganini so'rasa 25 qancha deymiz. Demak, 50 moli disossalanmagan ekan. Agar umumiy molekular soni so'rasa 150 ga 50 ni qo'shsak, umumiy erigan molekular soni 200 taga teng bo'ladi. Tushunarli-a? Robiya. 6-savol. 80 ta molekula saqlagan alyuminiy sulfat eritmasida disossalanish natijasida hosil bo'lgan ionlar soni disossalanmagan molekulalar sonidan 240 taga ko'p bo'lsa, disossalanish darajasini foizini aniqlang deyapti. Demak, bizda bor ekan alyuminiy sulfat. Bunda alyuminiy kationidan 2 ta, sulfatdan 3 ta hosil bo'ladi. 80 ta molekulasi bor ekan, hosil bo'lgan ionlar disossalanmagandan 240 taga ko'p bo'lish kerak ekanmi? Mayli. Qarang. 1 molidan jami ionlar 5 ta ion hosil bo'lyapti. 1 molidan 5 ta. Bizda 80 ta umumiy alyuminiy sulfat bor, undan x disossalansa 5x ion hosil bo'ladi. Disossalanmagani esa 80 minus x disossalanmagani bo'ladi. Savolda aytayapti. Mana bu disossalangandan hosil bo'lgan ionlar disossalanmagan molekular sonidan 240 taga ko'p deyapti. Demak, disossalanmagani bor-ku 80 minus x. Shunga 240 ni qo'shib qo'ysak, shu ionlar soniga teng ham bo'ladi. Ya'ni bir tomondan teng ham deyish mumkin. Disossalanmaganga 240 ni qo'shsak, ionlar soniga teng degani. To'g'ri, ionlar soni disossalanmagandan 240 taga ko'p. Demak, kam bo'lgan, disossalanmagan ionlar kam. Kam tomonga 240 ni qo'shsangiz, u ko'p tomonga teng bo'ladi. Matematika. Da shunday. Mana shu tenglamani ishlaymiz. Mana bu minus x bu yoqqa qo'ysa 6x. Bu bunga qo'shilib ketar ekan 360 bo'ladimi? 320. Bu degani 100 teng 3x mi? 180 bo'lganda 60 chiqardi. Xullas, davrdagi son ekan. 160. Hop, x topishni nima qilamiz? 163 ga bo'lamizmi? Agar 153 ga bo'lganimizda 50 chiqardi. 10 ni bo'lsak 53.3 mol ekan. Umumiy molekular 80 tamidi. 80 mol alyuminiy sulfatni hammasi disossalanganda disossalanish darajasini 100% derdik. Bizda 53.3 mol disossalanibdi-ku. 53.3 mol necha foiz desak? 66.6% ni tashkil etar ekan. Demak, da javob ekan. 7-savolga o'tamiz. Savolda aytayapti, 32 gram oltin gugurt toroksid qanday massada suvda eritilganda 10% li eritma hosil bo'ladi? Oltin gugurt toroksidi SO2 ga to'g'ri keladi. SO2 suv bilan reaksiyaga kirishganda mos ravishda sulfid kislotani hosil qiladi. Agar oltin gugurt 6 oksid deganda SO4 chiqarardik, HSO4. Bizda sulfid kislota chiqqanligini bilishimiz kerak. 64 gramidan hosil bo'ladi 18 gram suv birikib 82 gram sulfid kislota hosil bo'ladi. 82 gram. Masalan, shartida 32 gramidan qancha sulfid kislota hosil bo'lishini topib olamiz. 2 barobar kichkina bo'lgani uchun 41 gram. Demak, bizda kislota hosil bo'lar ekan. Mana shu kislotamiz 10% ekan. Ya'ni 41 gram kislotam umumiy eritmani 10% ni tashkil etsa,
100% qancha desak, hosil bo'lgan sulfid kislota eritmasini massasi kelib chiqadi. Ya'ni bu 410 gram bo'ladi. Bizda 32 gram SO2 ga qo'shilgan suvning massasini so'rayapti. Demak, suvni topish uchun massa saqlanish qonuniga ko'ra hosil bo'lgan eritma 410 gram, qo'shilgan SO3 32 gram bo'lsa, shuni ayirib olsak, qolgani qo'shilgan suv bo'ladi. 378 gram. Demak, suv. Endi ko'pchilik qiladigan xatoni aytib qo'yaman. Ko'pchilik men topdim deydi. 410 dan 41 da ayiradi. Ya'ni hosil bo'lgan eritmada erib turgan kislotani ayiradi va eritmada qolgan suvni topib qo'yadi. Bizda eritmada qolgan suvni so'ramayapti. Bizda eritilgan suvni so'rayapti. Necha gram suvda eritilganligini so'rayapti. Xuddi shunaqa emas. Hozir sizga shuni aytayapman. 410 im 10%, 90% im qancha desangiz, ko'pchilik shunday xato qiladi-da, u eritmadagi suv u. Eritib turgan suv u. Javob bormi shunaqa javob? Hozir indeksa bo'ladi, domlachi. Bunaqa chiqmaydi. Bunaqa domlachi, ana uni mana qo'shib qo'yish kerak. Domlachi kelgan suvni ham qo'shib qo'ysiz. Ha. Qo'shganingizdan keyin 378 chiqqanda, bir hozir aytib turibman-ku, ko'pchilik shunday qiladi. Prosta 90% ni topadi, ish to'xtatadi. Mayli unda 90% ni topdi, maytda reaksiyaga kirishgan suvni ham qo'shib qo'yishing kerak. Jami dastlab eritilgan suv kelib chiqadi. Voy, men sizlarni qayerda xato qilishinglarni bilmasam aytmayman-ku. Pauza qilib turing-da. Landa. 8-savol. Zichligi 1.15 bo'lgan, hajmi 500 ml 25% li eritma tarkibida erigan moddani massasini aniqlang debdi. Biz M tuzni topish uchun oddiy bitta ishimiz bor. Ya'ni eritma hajmini zichlikka ko'paytirib, massa ulushga ham ko'paytirsak, shu eritmadagi tuzni massasi kelib chiqadi. Shu formulaga qo'yib qo'yamiz. Faqat ishni boshqacharoq qilamiz. 500 ml ni ko'paytira olaman avval massa ulushga, ya'ni 0.25 ga, 25% eritma degan. Indan keyin 1.15 ga ko'paytiramiz. 0.25 ga ko'paytirish alomati biror bir sonni 0.25 ga ko'paytir desa 4 ga bo'lish bilan teng. Demak 500 ni 4 ga bo'lsak 125. 125 ni 1.15 ga ko'paytiradigan bo'lsam, net chiqishini qiynalib o'tirmayman-da, javobga qarayman. 125 dan sal kattaroq son chiqishi kerak bo'ladi. Demak, javoblardan B javob chiqib ketdi. 125 ni o'zi ekan. Demak 1.25 ni 1.1 ga ko'paytirganimda 12,5 qo'shilishini tushunamiz, ha? Ya'ni 125 ko'paytirilgan 1.1 desak, 125 plus 12,5 degani. Buni 1.1 ga ko'paytirganimizda qo'shsak 137,5 degan. Demak 137,5 dan ham katta son chiqadi. Sababi 1.1 emas bizda. 1.15. Demak, javoblardan qaraydigan bo'lsak, 129 degan javob chiqib ketadi va 143,7 degan javob olsak bo'laveradi. Demak, shuncha gram tuz bor ekan. Tushundinglarmi? 9. 500 gram 10% sulfat kislota eritmasining molyar konsentratsiyasini aniqlang. Zichligi 1.19 deyapti. Bizda mana bu formula bor. S molyar teng S foiz ko'paygan, zichlik ko'paygan 10 taqsim molekulyar massa. Molyar konsentratsiyani topmoqchi bo'lsangiz, molyar massani qo'yasiz. Agar normal konsentratsiyani topmoqchi bo'lsangiz, shu yerga ekvivalent og'irligini qo'yasiz. Nima uchun bu savol tashlangan? Savolni raqamlari xunuk, kalkulyatorsiz ishlashga tushmasligi mumkin, lekin sizga imtihonda mana shu formulani ishlatib topadigan masala tushadi. Eng ko'p keladigan eritmada formula. Eritmalarda eng ko'p keladigan formula. Ko'p ishlatiladi bu. Shu formulaga solib qo'yamiz. Demak, bizda eritmamiz ekan 10% li, zichligi 1.19 ko'paytirilgan doimiy son 10 bo'lamiz 98. 10 kira 10 necha? 100. 100 bilan 98 qisqarib ketsa bo'laveradi. Demak 1.19 ni o'zi qoladi. Buni taxminan 1.2 molyar desak bo'laveradi. Agar 100 bo'lganda 1.19 chiqadi. 1.98 bo'lgani uchun bor ekan-a javobda. Taktikani yomon qildimmi, lekin ko'pchilik hisoblaydi. Ko'paytirib keyin bo'ladi. Ozgina kallani ishlatsangiz, ishingiz oson bo'ladi. 10-savol. Hajmi 2 litr bo'lgan idishda 2,5 mol modda 15 sekund o'tgandan so'ng 0.5 mol gacha kamaydi.
kamaysa, reaksiya tezligini mol litrda qancha bo'ladi? Demak, 2,5imiz 0,5 bo'lib qolsa, o'rtada 2 mol sarflanyaptimi? Avval 2 molni konsentratsiyasini topib olamiz. Konsentratsiyani topish uchun molni hajmga bo'lish kerak. Sarflangan molni bo'laman unda ham. 2 molni 2 litrga bo'laman. Bo'lsam reaksiyaga kirishgan modda 1 mol litr bo'ladi. Va 1 mol litrimiz 15 sekundda kirishibdi. Masalan, shartda tezlikni sekundda so'rayaptimi? 1 mol litr 1 sekundda 15 sekundda bo'lsa, 1 sekundda qancha? 0,067 birligi esa mol taqsim litr sekund degan birlik qo'yiladi. Kattalarda aytishi bo'yicha bu ajoyib ekan. Mana chizmay qo'yganman aytganchilik. 11-savol. Qaysi tuz faqat anion bo'yicha gidrolizga uchraydi? Buning uchun kuchsiz kislota qoldig'iga ega bo'lish kerak. Faqat anion deyapti. Ham anion, ham kation olib qo'ymang. Ha, ikkovsi ham kuchsiz bo'lmasin-da. Demak, kaliy karbonat, kaliy sianid va kaliy sulfid tuzlarini olamiz. To'g'ri. Qolgan javoblarda xatolik bor. 12 1 litr toza suvga 0,0001 mol kaliy gidroksid qo'shilsa, eritmani pH-ni aniqlang. Demak, 1 litrda 0,0001 mol bo'lsa, shu molyari ham xuddi shunga teng bo'laveradi. Logaritm olamiz 0,0001 dan, molyardan. OH yo'llarini ham konsentratsiyasi shu bo'ladi. Bundan kelib chiqadi pOH-i 4 bo'ladi, bolalar. Ko'pchilik shu yerda ham xato qilib qo'yadi. Chunki hozir ishqorning konsentratsiyasi, ishqordan chiqadigan OH yo'llarining konsentratsiyasidan logaritm olyapsiz-da. Agar ishqordan hosil bo'ladigan OH yo'llaridan logaritm olsangiz, pOH chiqadi. Keyin bizni 14 dan ayirib qo'ysak, keyin javob 10 bo'ladi. Bizda pH so'rayapti-da. Siz javobni olishingiz kerak. Shu 4 ni ham qo'yib qo'yish kerak edi-da. To'g'rimi? Hozir qidirgandirsizlar 4 qaydasan deb. 13 qaysi birikmalar suvda eritilganda ishqoriy muhit hosil bo'ladi? Natriy peroksid, natriy gidroksidga aylanadi. Olamiz birda. Alyuminiy nitrat, unda kislotali olmaymiz. Magniy xlorid, kislotali muhit olmaymiz. Ya'ni magniy kuchsiz asos, xlorid esa kuchli kislota. Ko'pchilik magniy xloridni neytralga olib qo'yadi muhitda. Magniy xloridda muhit neytral emas. Magniy ishqoriy yer metallarida tursa-da, lekin asos sifatida magniy kuchsiz asoslarga kirib ketaveradi. Xullas, natriy karbonat, gidrokarbonat 1,5. Kaliy gidrid, u ham 1,4,5. Bo'ldi, A javob ekan. 2 ni chiqarib yuborsangiz o'zi javob chiqar ekan-ku, va 4 ni ham ko'rish kerak ekan, to'g'ri. 14. Savolda aytyapti, alyuminiy mol miqdorida havoda yondirildi, reaksiya mahsulotlari gidrolizlandi. Bunda 0,4 mol gaz va 46,5 gram cho'kma ajraldi. Dastlabki alyumin massasini toping. Bu milliy sertifikatda ham xuddi shunga o'xshagan savol tushdi-da. Alyumin mol miqdorida havoda qizdirildi. Havoda nima bor? Azot bor. Ha. Demak, birinchi alyuminni kislorod bilan reaksiyaga kirgizib oladigan bo'lsak, alyuminiy oksidi bo'lib qoladi. Maytga 2 qo'yib turib, maytga 1,5 qo'ysak, reaksiya teng bo'ladi. Havoni 20% kislorod taxminan. Ham yerda havo har xil. Endi alyumin qizdirilganda havodagi azot bilan ham reaksiyaga kirishib, alyuminiy nitrit hosil bo'ladi. Balki kecha savol javobda ko'rgandirmiz bu reaksiyani. Xrom mavzusida xrom bilan alyumin reaksiyada deyarli bir xil boradi. Xo'p, bu yerga 2 qo'ysak, bu yerga 2 qo'ysak reaksiya teng bo'ladi. Hosil bo'lgan mahsulotlar gidrolizlandi. Bolalar, mana alyuminiy oksid suvda gidrolizlanmaydi. Bizda gidrolizlanadigan narsa bu yerda alyuminiy nitrit. Demak, alyuminiy nitritni ajratib olib, unga suv qo'shamiz, ya'ni gidrolizlaymiz. Bunda nima chiqadi? Alyuminiy gidroksid oq rangli yopishqoq cho'kma va ammiak hosil bo'ladi. Ammiak gazi hosil bo'ladi. Reaksiyamiz teng. Va shu reaksiyada 0,4 mol gaz va 46,5 gram cho'kma tushibdi. 0,4 mol gaz. Mana jonivorning massasi 78, 1 mol gaz chiqaradi. 0,4 mol gaz chiqqanda cho'kmaning massasi qancha? 78 4 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytirsak o'zi 31,2. Demak, 31,2 gram cho'kma bu alyuminiy gidroksid, qolgan cho'kma esa alyuminiy oksidga to'g'ri keladi. Demak, bizda umumiy cho'kmaning massasini 46,5 gram deganligi uchun 46,5 dan alyuminiy gidroksid cho'kmasini ayiramiz. 5. 15,3 gram demak alyuminiy oksid bo'lgan ekan. Buni molekulyar massasi o'zi 153 mi? 102 mi? 102 54 bo'lsa
54 bo'lsa, mana alyumin massasi qancha deb so'rasak, 54 ni 1,5 ga ko'paytiramiz. 8,1 gram alyumin u kislorod bilan reaksiyaga kirishgan. Endi mana bu molini topib olamiz. Mana 1 mol gaz chiqishi uchun 1 mol alyumin nitrit reaksiyaga kirsa, 0,4 mol gaz chiqishi uchun alyumin nitritdan qanchasi gidrolizlangan? 0,4 mol. Reaksiya unumi berilmasa 100% olib ketamiz. 54 gram alyumindan 2 mol alyumin nitrit chiqsa, bizga 0,4 mol alyumin nitrit chiqish kerak. Azot bilan reaksiyaga kirishgan alyuminni massasi qancha deb so'rab olamiz. 54 ni 0,2 ga ko'paytiramiz. 18 mi? 18 gram demak alyumin azot bilan 8,1 esa kislorod bilan reaksiyaga kirishgan. Jami alyumin massasini topib qo'yamiz reaksiyaga kirishgan. 8,1 ga 10,8 ni qo'shsak 18,9 gram demak reaksiyaga kirishgan ekan. Qolgan javoblar o'zi xatoligi ko'rinib turibdi. 27 ga umuman bo'linmaydigan javoblar. To'g'rimi? Qolgan javoblar 27 ga bo'linmaydi. Robiya. Pauza turasiz. 15-savol. Qaysi qatorda faqat kuchsiz elektrolitlar keltirilgan? Kuchsiz elektrolitlarga kuchli asoslar, kuchli kislotalardan va suvda eriydigan tuzlardan tashqari barcha moddalar kuchsiz asos hisoblanadi. Tushunarlimi? Kuchlilarini biling. Kuchsizlari tiqilib yotibdi. Kuchli asoslar, ya'ni natriy gidroksid, kaliy gidroksidlar, kuchli kislotalar, sulfat kislotalar, nitrat kislotalar 11 ta bor va suvda eriydigan tuzlar. Suvda eriydigan tuzlar kuchli elektrolitlar hisoblanadi. To'kni yaxshi o'tkazadi, suvda yaxshi erib disosiyalanadi. Endi bizga kuchsiz so'rayapti. Nitrit kislota, ha, kuchsiz birda olamiz. Natriy sulfat suvda eriydi olmaymiz. Sulfit kislota, karbonat kislota plus 1 3 5. 1 3 5 6. Sajod ekan. Endi qolganlari kuchli-da. Test ko'rsangiz aniqlab olasiz, videoda ko'rayotganlar. 16 gram oltin gugurt olti oksidi 224 gram suvda eritilsa, hosil bo'lgan eritmani mass ulushini foizini hisoblang. 16-savol. Oltin gugurt olti oksidi ekan bu safar. Suvda eritilyapti. Juda ko'p keladi bu reaksiya. Sulfat kisloта hosil bo'ladi. 80 gramidan 98 sulfat hosil bo'lsa, 16 dan qancha? 16 8 dan 2 barobar katta, 19 dan 98 dan 2 barobar katta son 19,6 gram demak sulfat kislota hosil bo'lar ekan. Eritmani tayyorlab olamiz. 16 gram SO3 224 gram suvda eritilgan, umumiy 240 gram eritma tayyorlangan ekan. 240 gram eritma umumiy 100% bo'lsa, shuning ichidagi kislotani mass ulushini so'rayapti, foizini. 8,16% li eritma tayyorlash mumkin ekan. 17-savolga o'tamiz. 49% li zichligiga 1,25 sulfat kislota eritmasini normal konsentratsiyasini aniqlang. Mana endi normal so'ralyapti. Mana bu formuladan foydalanamiz. S normal topish uchun S foiz ko'paygan, zichlik ko'paygan 10 taqsim ekvivalent og'irlik. 49% li ko'paytirilgan zichligi 1,25 ko'paytirilgan 10 taqsim 98 masa 49 ekvivalent sulfat kislota deganligi uchun. Qisqarib ketsa bu 12,5 normalli eritmaga ega bo'lar ekan. Bitta masalan ishlasangiz ikkita quyonni urasiz ekanda. Qo'yavering. 18. Kolloid eritmalar chin eritmalardan qanday xususiyatlari bilan farq qiladi? Layqaligi bilan, nur tushirilganda yorug'lik konusi hosil qilishi bilan, eritmalardan elektr o'tkazuvchanligi bilan, issiqlik o'tkazuvchanligi bilan. B javob. Nur tushirilganda yorug'lik konus hosil qilishi. Mana qarang. Oddiy spirt eritmasi chin eritma hisoblanadi. Tiniq bo'lgan shisha idishda turibdi. Shunga lazer nurini tushirsangiz, masalan mana suv ham o'zi chin eritma, spirt ham xuddi shunga o'xshaydi-ku. Chin eritmaga lazer nurini tushirsangiz, endi baklashgan har xil shakllar bor. Bu to'liq misol bo'la olmaydi, lekin shisha idish bo'lsa, lazer nuri tushirsangiz, bu yerga to'g'ri o'tib ketadi chin eritmalardan. Kolloid eritmalariga misol bo'lib, masalan, bexili soklar bor-ku. Bexili sok, olmali soklar,
O'shalar kolloid bo'ladi, ya'ni zarrachalari yirikroq bo'ladi, chin eritmalardan ko'ra yirikroq bo'ladi. Shunda Ha? layqa bo'ladi. Yo'q, layqa u boshqa narsa. U layqa ilmiycha so'z emas-da. Xullas, siz eshitavering siz. Ana shu kolloid eritmalardan nur tushirilganda mana bunday idishlarimizda kolloid eritma bo'lsa, lazer nur tushganda mana bunday yorilib ketish kuzatiladi. Ya'ni sochilib ketadi. Xuddi mashinaning farasiga o'xshab nur sochilib ketadi. Mashinaning farasida ham bitta nuqtadan nur chiqadi, lekin katta joy yorug' bo'ladi-ku. Xuddi shunday mana bunday konuslar hosil bo'ladi. Yorug'lik nuri har xil tarqalganligi uchun. Shu kolloid eritmada kuzatiladi. Kolloid eritmani boshqa eritmalardan farqi shunaqa nur tushirilganda nur sachrab ketishi. Mana berib turing mana shu kakras ekan, mana shu. Xuddi shu layqami shu. Ya bu layqa deyilmaydi bu. Mana shu. Mana tropik mevali, bananli suv. Mana shunga ham lazer nuri tushirsangiz, hamma yerga taralib ketadi. Ichiga tushib, ichida zarrachalari yirik bo'lgani uchun zarrachalarga urilib yonboshga tarqalib ketadi. Bo'ldi. S emas B-da endi. Ketdik. 19. Vodorod konsentratsiyasi 3 marta oshirilsa, quyidagi reaksiyaning tezligi qanday necha marta ortadi? Ya'ni suvni hosil bo'lishdi ekan, vodorod konsentratsiyasi 2 marta ortyaptimi? Reaksiya tezligi vodorodda oldida koeffitsient 2 bo'lganligi uchun 2 ni ikkinchisi marta, ya'ni 3 martami? 3 marta konsentratsiya ortsa, 3 ni ikkinchisi bo'ladi. Vodorodda oldida koeffitsient 2 borligi uchun. Demak, shu reaksiya vodorod hisobiga 9 marta tezlashadi. 20-savol. Ha? Hozir 9 marta ortyapti-yu. Vodorodga ta'sir ettirsa, kislorodga ham konsentratsiya Yo'q, uniki o'zgarmaydi. Konsentratsiya individualniy ta'sir qiladigan omil hisoblanadi. Buni konsentratsiyasini o'zini oshirishingiz mumkin, buni kamaytirishingiz mumkin. bosim bo'lganda teng. Bosim bo'lganda, bosim 3 marta oshirilsa, 3 ta ikkinchisi ko'paygan 3 ta birinchisi deb turib, 3 ta to'rtinchisi, 3 ta uchinchisi deb 27 olardik. Bosim deganda. Konsentratsiya alohida ta'sir ettirish mumkin. Birini orttirib, birini kamaytirish mumkin. 20-savol. Savolni o'qiring. Xato qilsam men o'zim aytaman, vallahi men xato qildim deyman. O'zim ham bilaman xato qilganimni. Aytmadimmi, demak xato bo'lmayapti. 20. Savolda ana foiz berib qo'ygan-ku. Foizdan olib qo'ysak bo'lmaydimi nisbatini? Bo'ladi. Bitta o'qiylikchi. Temir 3 sulfat eritmasida 280 ta ion mavjud bo'lsa, eritmadagi disosiyalangan molekulalarni disosiyalanmagan molekulalarga nisbatini toping. To'ppa-to'g'ri aytdi Abdulboriy. Disosiyalanganda disosiyalanmaganga nisbatini so'rayaptimi? Alfani qiymati berib qo'yibdi-ku, shundan topsangiz bo'ladi. Ya'ni disosiyalanish darajasi alfa teng 60% degani 100 tadan 60 tasi disosiyalanib, qolgan 40 tasi disosiyalanmay qoladi degani. To'g'rimi? Disosiyalanmagan foizi 40% bo'ladi. Shundan nisbatini topib qo'ysak bo'laveradi. 3 ga 2 degan javob. To'ppa-to'g'ri aytdingiz. Endi boshqa narsani so'rasa, masalan, disosiyalanmaganni top, disosiyalangandan disosiyalanmaganni ayirmasini top desa, uni 280 ta ionni ishlatamiz. Lekin bu yerda disosiyalanmagan bo'lmaydimi? 2 ga 3. Disosiyalanmagan. Disosiyalanganni so'rayapti. 60 ga 40 bo'ladi. To'g'ri. 3 ga 2 bo'ladi. Disosiyalanganni maganga nisbati. 21. Hozir bu savolimiz ichida nostandart bo'lib qolgan, lekin tushish ehtimoli ham bor. 1960 gram 5% sulfatsata va 2040 gram 4% natriy gidroksiid eritmalari aralashtirilishidan hosil bo'lgan eritmani zichligi 1. pH qiymatini aniqlang. Ishqor bilan kislota reaksiyaga kirishganda qaysi biri ortib qolsa, shu eritmani muhitini beradi. Ishqor bilan kuchli kislota reaksiyaga kirishganda qaysi biri ortib qolsa. Buning uchun biz avval ularning miqdorini bilib olamiz, eritmadagi topib olishimiz kerak. 1960 gramni ko'paytiramiz 0.05 ga bo'lamiz 98 ga desak, sulfatsatani mol kelib chiqadi va 1 mol eritmada sulfatsata bor bo'lgan eritma bor ekan. Endi xuddi shu tariqa ishqorda ham massasi molini topib olamiz. Buning uchun 2040 ni ko'paytiramiz 0.04 ga bo'lamiz ishqor natriy gidroksiid bo'lgani uchun 2.04. 2.04 mol demak eritmada
natriy gidroksid ham bor ekan. Endi bularni o'zaro ta'sirlashish reaksiyasini yozib olamiz. Buning uchun biz sulfat sataga ishqor qo'shamiz. Bittasi ishqor, bittasi sata reaksiyaga kirishib ketadi qo'shilganda, eritmalar aralashtirilganda. Va bunda tegishli ravishda natriy sulfat va suv hosil bo'ladi. Suvda muhit neytral, natriy sulfatda ham muhit neytral. Demak, muhitni kim beradi desa, ishqor bilan kislotadan qaysi biri ortib qolsa, shu eritmani muhitini berib turadi. Bizda 1 mol sulfat sata bor, 2.04 ishqor bor. Demak, ko'rinib turibdi, 1 ga 2 ketsa, 1 mol sulfat sataga 2.04 mol ishqor olingan, 2.04 ni faqat X reaksiyaga kirishadi xolos. Mana 1 ga 2, 1 ga 2. 2.04 dan 2 ni ayirib olsak, 0.04 mol natriy gidroksid ortib qoladi. Demak, eritmani muhiti ishqoriy bo'lar ekan. Endi mana shu ortib qolgan ishqorni molini topib olaman. Uning uchun nima qilaman? Avval eritmani tayyorlab olay. Birinchi sulfat eritmasi 1960 gram edi. Unga 2040 gramni qo'shib olsak, umumiy eritmani massasi 4000 gram bo'ladi. Zichligi 1 ekan, 4000 gramni zichlik 1 ga bo'lsak, eritmani hajmi 4000 millilitr bo'ladi. Bu degani 4 litrli eritmada turibdigan ishqor. Molar konsentratsiyasini topib olaman. 0.04 mol ishqorni, natriy gidroksidni 4 litrga bo'laman. 4 litrga bo'lsak 0.01 molarli natriy gidroksid bor ekan. Endi natriy gidroksid kuchli asos bo'lgani uchun, bir negizli bo'lgani uchun disossalanganda hosil bo'ladigan OH yo'llarining molar konsentratsiyasi ham 0.01 ga teng bo'ladi. 1 mol natriy gidroksiddan bitta OH chiqsa, 0.01 molarli natriy gidroksiddan chiqadigan OH'lar soni ham 0.01 molarga teng bo'ladi. Endi P OH ni topaman. Buning uchun teskari ishora bilan 0.01 dan logaritm olaman, 10 li logaritm. OH yo'llaridan bo'lsak -2 chiqadi. Logaritmlasak -2 chiqadi. Teskari ishora bilan olganimizda +2 bo'lib P OH 2, shu eritmani pH esa o'z-o'zidan 12 ga teng bo'ladi. Bizning masalamiz shartida pH so'ralayotganligi uchun pHimiz 12 degan B javob olsak yaxshi bo'ladi. 22. Quyidagi berilgan birikmalardan ham kation, ham anion bo'yicha gidrozga uchraydiganlarni belgilang. Ammoniy asetat kuchsiz asos, kuchsiz sata olamiz 1da. Ammoniy nitrat kirmaydi. Alyuminiy karbonat kiradi. 1,5 B javob. Alyuminiy karbonat ham kuchsiz asos, kuchsiz sata. Qolganlari to'g'ri kelmaydi. 23 0. Xullas 4.01 molarli xlorsid eritmasini pH ni aniqlang. Shunday logaritm olasiz, 4 chiqadi. A javob. 24. Ushbu kristal gidratdagi xlor massa sulushi elektrovi 2% bo'lsa, endi qiymatini toping. Bu ham oson savol. Demak, xlor magniy xlorid pentasuv ekan, kristal gidratimiz. Shunda 54.2% xlor mavjud deyapti-ku. Ikkita xlorning massasi 71. 71 gram xlor 54.2% bo'lsa, 100% qancha desak, umumiy kristal gidratning massasi 131. 131 dan 95 mi? Mana bu tuzli massasi 95 bo'lgani uchun 95 dan ayirsak 36 gram suvga qoldi, 18 ga bo'lsak 2 mol suv bo'lgan ekan. 25. 4.64 gram olyumni neytrallash uchun 4 gram natriy gidroksid sarflangan bo'lsa, olyum formulasini aniqlang. Xo'p, X mol sulfat sata va ko'paygan Y mol SO3 dan iborat aralashmani neytrallash uchun natriy gidroksid qo'shilyapti 4 gram. Bu degani 0.1 mol degani. To'g'rimi? Bizda olyumning massasi, ya'ni 98x plus 80 Y massasi 4.64 gram ekan. Hop, sulfat satani 1 moliga 2 mol ishqor ketganligi uchun 2x plus bunga ham 2 mol ketadi. 2y jami ishqorimiz 0.1 mol ishqor ketishi kerak. Ya'ni 4 gram natriy gidroksid sarflandi degani 0.1 mol degani. Mana shu tenglamani ishlash uchun biz pastdagi tenglamani 40 ga ko'paytirib xlar, y'lar qisqartirib olsak, 18x teng 4 ayirib olsak 0.64 bo'lib qolyaptimi? 80 18 4 0.64. Endi bo'lamizda 0.64 ni 18 ga bo'lishimiz kerak. Endi nima qilaylik? Shunaqa son bo'lib qolibdi. Ha? 0.035. Точныйmi? Keyinchi 5 davrdami? Hop, shunday olmasak chiqmay qoladi. Davrda 5 ekan. Davrdagi 5 ni bundoq qilib qo'ysak ham bo'ladi. 3 davrda 5 degan. Endi y ni ham topib olamiz. Y topish uchun 0.035 ni ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytirib kalkulyator 0.071.
Hop, 0,1 dan ayiramiz shuni. 0,028. Uni 2 ga bo'lamiz, y kelib chiqadi. Ha, davrda 4 mi bu ham? Hop, endi ularning nisbatini topib qo'yamiz. Olimni formulasini so'ragani uchun nisbatini, ya'ni kichigini ko'pincha sulfat kislotadan oldida 1 bo'ladi-ku. Sulfatni 1 desak, mana bu nimani SO3 oldida turgan sonni y-imiz qancha to'g'ri keladi? 0,8 mi? Nol butun 0,01444'ni 0,0355 ga bo'ling. 0,4 mi? Ha, bo'pti. Demak 0,4 chiqar ekan. Bu degani 1 mol sulfat kislotaga 0,4 mol SO3 to'g'ri keladigan olyum bo'lgan ekan dastlabki tarkibi. 26 30 gradusdagi eritmamiz 15% bo'lsa, eruvchanligini toping. Demak, 15 gram tuz, 85 gram suvda mavjud ekan. 100 gram suvda qancha tuz eriydi desak, mana shu tuzning eruvchanligi bo'ladi. 15% degani 100 gram ichida 15 gram tuz, 85 gram suv bor degani. Demak, 17.64 bu eruvchanligi bo'ladi. Sog' bo'ling. 27 savol o'qiymiz. Tarkibida 587% vodorod mavjud bo'lgan olyum formulasini aniqlang. Barcha olyum tarkibida 2 gram vodorod bo'ladi. 2 gram vodorodimiz 1,587% bo'lsa, 100%imiz qancha deb so'raysiz. Kalkulyatorda ishlaysiz, iloji yo'q. Nechi chiqadi, buni toping. 2 gram vodorod shuncha foiz bo'lsa, 100 qancha? 120? 126 gram olyum bo'ldi. Undan 98 dan ayirsangiz 28 qolyaptimi? 28 gram SO3 bo'ldi. Uni 80 ga bo'lsangiz 0,35 mol SO3 bor ekan. Demak, 1 mol sulfatga 0,35 mol SO3 degan javobni olasiz. B javob. Xo'p, mana uni o'chirib yuboraman. Bu yoqqa qarab to'ring. Mana tezligi ham oson-a? 28. Mana biz rosa tayyor turibdi ekan. Savolda o'qiymiz. Ma'lum bir haroratda natriy fosfat tuzining eruvchanlik koeffitsiyenti 36 ga teng bo'lsa, shu eritmani foizini toping. Eritmani foizini topish uchun eruvchanlik 36 desa 136 ga bo'lasiz. Ya'ni 100 gram suvda 36 gram tuz eriydi, eritma 136 gram bo'ladi. Shuni 100 ga ko'paytirib qo'yasiz. 26,5 mi? 26,5% eritma bo'lgan ekan. 49 da ishladik. 30. Ay, 29 ishladik. 30. Konsentratsiyasi 5 üstü minus. Yo'q, 9'imiz yo'q ekan. Konsentratsiyasi 5 üstü minus 3 mol litr bo'lgan bariy gidroksid eritmasining pH qiymatini aniqlang. Qarang, bariy gidroksid 2 ta OH saqlaydi-da. Bu disosiyalanganda 2 ta OH yo'llari chiqadi. Biz OH yo'llarini topib olishimiz kerak. 1 molidan 2 ta OH chiqsa, 5 ko'paygan 10 darajasi minus 3 molyaridan qancha OH yo'llari chiqadi desak, 10 ko'paygan 10 üstü minus 3 molyar kelib chiqadi. Yoki buni taqriban emas, standart holatda 1 10 bitta nolni tepaga chiqarib olsak, 1 ko'paygan 10 üstü minus 2 molyarga teng bo'ladi. OH yo'llari. Xullas kalom, mana shundan logaritm olsanglar 2 chiqadi. Bu degani eritmani pOH 2, pH esa o'z-o'zidan 12 ga teng bo'ladi. D javob. 30 talik test tahlili tugadi.